Hammaga salom. Siz bilan birga Mitsushi kanali. Bugungi, ya'ni birinchi mani videoyimda Arrodam animesini sizlarga qisqachagina sharhim bermoqchiman. Arrodam animesini sizlar ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar, shuni aytib bermoqchiman. Xullas, bu animeda 18+ joylari judayam ko'p. Shuning uchun men sizlarga aytib o'taman, men u joylarni umuman kesmayman va sizlarga kessam bu joylari xato bo'lib qoladi. Anime xato bo'lib qoladi, chunki to'lib yotibdi unaqa joylar. Shuning uchun xohlasanglar o'tkazinglar, xohlasanglar ko'ringlar. Uni o'zinglar bilasizlar. Unda 4 soat, 5 soatlab cho'zib o'tirmayman-da, animega ketdik. Anime boshida bir odam tor ko'chadan yurib ketayotgan ko'rishimiz mumkin va oxirida bitta eshik bor. Va u eshikni endi ochaman deganda bo'lsa, u uyg'onib ketadi. Endi bizning bosh qahramonimizga keladigan bo'lsak, bizning bosh qahramonimiz Denji ismli bola. Bu bola anchadan beri qarzini to'lab yuribdi. To'g'rirog'i otasini qarzini. O'zi otasi qarzlarini to'lamasdan o'zini o'ldirib yuboradi va u bu yoqqa qarzlarini to'lab yurishga majbur bo'ladi. Shu kichkinaligidan beri to'lab yurish kerak edi. Va uni bitta kuchukchasi ham bor edi. U iblis edi aslida. Uni ismi bo'lsa Pachito. Uni boshida arrasi bor va u ko'rinishi ham sal boshqacharoq edi, oddiy itlarga umuman o'xshamas edi. Denji qanaqadir ishda ishlamagani uchun pulni iblislarni o'ldirishdan olardi va u iblislarni tanasini bitta xo'jayiniga berardi. U xo'jayini iblislarning tanasini qora bozorda sotardi. Uni aytishi bo'yicha aslida Denji bu uchun ancha harakat qilib qarzdan to'lashga harakat qilyapti, lekin bular bo'lsa bu uchun ozginagina pul berishadi xolos. Bu degani Denji qarzlardan tashqari bor yo'g'i qotgan non bilan suv olishi mumkin edi. Даже suv ham olmas edi. Denji har doim Pachitoga o'zini tilaklari va orzularini har doim aytib yurardi, garchi u tushunmasa ham. Uni aytishi bo'yicha u qaysidir qizni bo'lishidan oldin sevish xohlardi, ya'ni u bilan birga to'shakda bo'lish xohlardi. Va u bilan uchrashish xohlardi, lekin unga bo'lsa uni puli yo'q va u bundan hafsalasi pir bo'lgan. Va yana u aytadiki, men hayotda bo'lmasa ham tushimda ko'rish xohlardim bu narsani. O'tmishga qaytadigan bo'lsak, Denji otasi o'lgandan keyin nima qilishni umuman bilmagan edi va uni xo'jayini, ya'ni hozirgi xo'jayini aytdiki, sen qarzdan to'lamasang, seni ertaga o'ldiramiz. Ertagacha nima qilib bo'lsa ham qarzlarni top deb aytdi. Va u nima qilishni umuman bilmas edi va daraxt orqasida bekim turgan bitta iblis kuchugini ko'rib qoldi. Uni ko'rgandan keyin u juda ham qo'rqib ketdi, lekin u kuchuk zo'rg'agina yashayotdi. Ya'ni o'lib qoladi hozir. Uni ko'rgandan keyin Denjida bitta g'oya tug'ildi. Unga o'zini qonidan berdi. Ya'ni bilsa bo'ladiki, iblislarga qon bersangiz, u yana davolanib ancha yaxshi bo'lib qolardi. U qonni berib undan sulh tuzishni tavsiya qiladi. Unga butun umr xizmat qilish kerak edi va u unga nima qilardi endi u o'lishidan oldin rozi bo'ladi. Shundan keyin qarz bergan insonning yoniga borib, iltimos, meni o'chizdan bittasiga aylantiring. Men sizga iblislarni olib kelib beraman. Bundan keyin qarzimni shunaqa to'layman deb aytdi va bundan keyin shu bilan shu davom etdi. Va Denji bir kun uxlab yotganida uni xo'jayini kelib unga aytdiki, iblis qoldi, yur, ketdik deb aytdi. U qo'lini oyog'iga olib ketdi. Bitta narsani aytishim esidan chiqib qoldi. Denjini bitta ko'zini va bitta jigarimi, o'pkasini, qatini durust sotib olgan. Ya'ni qarzni tezroq to'lash uchun. Uni xo'jayini shubhali bir joyga Denjini olib keladi va oxirida bitta to'xtab, Denji, nosing bormi? deydi. Bu gapni eshitgandan keyin Denji o'zi ichishga suvim yo'q deydi. Keyin Denjini orqasidan kimdir masuka deb pichoq tiqib oladi. Ayyo, adashdim, qilich tiqib olar ekan. Va aslida uni xo'jayini iblis bilan sulh tuzgan va u zombi iblisi bo'lgan. Bu oddagina 4 ta kallasi yo'q, bitta kallasi bor zombi iblis bo'lgan. Buni ko'rgan Denji qoni oqib qochib ketadi. To'g'rirog'i harakat qiladi, lekin u qochishga qanchalik ko'p harakat qilmasin, baribir zombilar uni tutib oladi. Va uni zombilar so'yib tashlashayotgan paytda Denji xayolidan bitta narsa o'tadi. Nahotki men ham chimildiqqa kirolmayman deb qo'rqadi. Va oxirida ular Denjini bo'lalarga bo'lib musirga tashlab yuborishadi.
Va undan keyin Denjini og'zidan qon oqib, Pachitoni og'ziga tushadi. Bundan keyin Pachito ozgina bo'lsa ham yashashga bo'lgan umidi oshib, Denjiga o'zini yuragini beradi. Endi bo'lsa bizani bola Denji qaytadan tirilgandek tirildi. Eng qizig'i Pachitoni orqasidagi narsasi uni yuragida bo'lib qoldi. Endi bo'lsa enasini ko'rsatadi zombilar. Ha, to'ppa-to'g'ri. Endi haqiqiy arra odam bo'ldi. Endi sizlar sezgan bo'lsanglar, uni boshidan ikkita qo'lidan arra o'sib chiqqan. Va yana meni bitta savol qiziqtiradi. Pachito nega faqat boshida bor, lekin nima insonlarga boshqacha bo'ladimi va iblislarga boshqacha bo'ladimi? Buni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, vashita xursand bo'lgan bo'lardim. Va yana Denji qarzdan qutulayotgandan judayam xursand bo'lib, bor kulgusini ishlatib kulib odamlarni o'ldirib yo'q tashladi. To'g'rirog'i zombilarni, lekin ular bir paytda odamlar bo'lgan. Shuni ham hisobga olamiz. Denji zombilar bilan ertalabgacha tinmasdan urushib, 2 bo'lakdan boshlab 4 bo'lakgacha bo'lib tashlaydi. Undan keyin ertasi kuni yoniga kimdir kelib, aslida ular shu zombi iblisini o'ldirish kerak edi. Va ular Denjiga shundoq qarashadi. Uni boshida ko'rgandan keyin iblis o'ylashadi, lekin u aniq Denjiligi ma'lum bo'ladi. Keyin Makima buni ko'rgandan keyin unda bitta fikr uyg'onib qoladi. Demak, u ham iblisga aylanishi mumkin, ham u inson. Va bundan keyin u unga taklif qilish so'rab ko'radi. Uni taklifi shunaqa ediki, hozir yo meni qo'limda o'lib ketasan, yoki men bilan birga ishlaysan deydi. Bundan keyin Denji buni o'ylab turib, albatta deb rozi bo'ladi. Keyin bo'lsa Denjini u ovqatlantiradi, yaxshi gaplar gapiradi va normalniy. Xullas, oxirida Denji bu qizni sevib qoladi. Endi Denjini o'zi bilasizlar qanaqaligini boshida o'zingiz ko'rgansizlar. Makima Denjini sherigi bilan tanishtiradi, ya'ni Aki Hayakawa. Ular ikki xil odam bo'lgani uchun umuman kelishish olmaydi. Ya'ni bittasi bir ahmoq ham bir ko'p kuluradigan sal tom ketib qolganroq Denji bo'lsa, bittasi bo'lsa umuman kulmaydigan va seryozni yuradigan Aki edi. Shuning uchun ham ular umuman kelishish olmaydi. Lekin kelishmasa ham bo'lmas edi. Ya'ni Denji Akining gapiga ham kirib yurish kerak edi. Bo'lmasa o'sha gap. Aki aslida Denjini musorxonada urib tashlab ketmoqchi edi, lekin Denji umuman taslim bo'lmadi va Akini xullas tushundinglar-ku. Aki Makimaga bu g'irt ahmoq uni qo'lidan umuman hech narsa kelmaydi, bizga umuman foydasiz deb hisobladi. Lekin Makima bo'lsa u iblisga aylana olishini aytdi va unda alohida muomalada bo'lishing kerakligini aytdi. Va yana u aytdiki, agar Denji qochib ketadigan, qochib ketish emas, umuman qochishga harakat qiladigan bo'lsa ham, uni iblisdek o'ldirib tashlashardi. Shuning uchun Denji bundan xavotir olib, nega bu qachongacha davom etishini so'raganda, bu butun umr birga ishlaymiz degan javob berdi Makima. O'sha kundan keyin bo'lsa Denjining hayoti anchagina o'zgardi. Ya'ni u ertalablari bemalol nonushta qila olardi va xohlagancha vannada cho'mila olardi. Xullas, oldingi hayotidan 10 barobar yaxshi hayot kechirishni boshladi. Va ular sekin-sekin ovga chiqishni ham boshlashdi. Va Denjini iblis kuchini ko'rish uchun Aki undan so'radi. Ana iblisni o'ldirib yuborishini, lekin Denji uni arralarini chiqarish o'rniga bolta bilan urib chopib o'ldirib yubora qoldi. Va Aki undan so'radi, nimaga unaqa qilganini so'radi, lekin Denji bo'lsa shunchaki hamma yoq iflos bo'lishini xohlamadim. Arralarim hamma yoqni iflos qilardi deb aytdi.
Aki bu gapni eshitgandan keyin Denjiga bir narsani aytdi. Sen har doim iblislarni qiynab o'ldir, oddiy o'ldirma hech qachondir. Chunki u iblis, u inson emas. Bu yoqda hamma iblislarni o'ldirish xoriydi. Hech kim sendagi o'yin qaro emas deb aytadi. Lekin Denji kerak bo'lsa iblis bilan ham do'stlashaveraman, chunki mani boshqa do'stim yo'q deb aytdi. Buni eshitgandan keyin Aki bu gaplaringni eslab qolaman dedi-da ketdi. Ma'lum bo'lishicha, Denji atrof iflos bo'lishidan emas, 18 Spirit jurnaliga qon deyishidan qo'rqqan ekan. Shuning uchun uni o'ziga olib qolishini aytdi va u o'tgan galgi hayotidagi bir narsani xayolga tushirib qo'ydi. Bu narsa o'zi aslida ko'krelar. Mana haqiqat qatta deydi-yu. Makima bo'lsa Denjiga yana bitta yangi sherik qiladi. O'zi Aki sherigiydi-yu deyishingiz mumkin, lekin Aki boshlig'ida, ya'ni bu ikkita ahmoqqa qarab yurish kerak bo'ladi hozircha. Xullas shunaqa. Bizani Denji o'zi norozi edi, lekin ko'kraklarni ko'rgandan keyin fikri qaytib qoldi. Endi bo'lsa bu ikkita sherik ko'chada iblisni topishlik kerak edi, lekin iblisni yo'q bo'lib ketganini shamol uchirib ketganmi xudo biladi. Power bo'lsa rostdan ham bir tom ketgan ekan, iblis hidini sezishi bilan yoniga yugurdi. To'g'ri, iblisni o'ldirish kerak edi ular, lekin bunaqa zaif iblisni o'ldirish bu g'irt ahmoqlik edi. U shundan keyin Denjiga o'zicha maqtandi. Ko'rding ukam, sen shunaqa qilolmaysan-da. Keyin bo'lsa voqea bo'lgan joyga Makima keldi va Powerga bir ikkita qonun qoidalardan tushuntirib qo'ydi. Power buni eshitgandan keyin to'ppa-to'g'ri Denjini ayblab oldi. Denji bo'lsa unaqa bo'lmasligini aytib, u bilan urushga ketdi. Makimani aytishi bo'yicha kim bo'tta bir-biriga buyruq bergan yoki kim urushgan umuman qizig'i yo'q ekan. Shunchaki ular birga yaxshigina ishlab berishsa bo'ldi ekan. Power bo'lsa Makimadan qo'rqardi. Shuning uchun noiloj rozi bo'ldi. Denji Powerga biza yaxshi ishlamasak bo'lmaydi. Bo'lmasa bu yog'i yomon bo'ladi deb aytdi. Power bo'lsa men shular bilangina yaxshi ishlayman, sen bilan ishlamayman deb aytdi. Uni aytish bo'yicha u oldingi mushugini iblis o'g'irlab ketgan ekan. Bilamiz, Denji odatlarini umuman tashlamagan, shuning uchun ko'kraklarni ushlab qolish uchun har narsaga tayyorligini aytdi. Power bo'lsa, agar Denji Power mushugini topib bera oladigan bo'lsa, ya'ni iblisdan qutqarib bera oladigan bo'lsa, u rozi ekan. Denji bu gapni eshitgandan keyin ishtiyog'i to'rt oshib ketib, albatta men o'sha iblisni o'ldiraman deb baqirdi. Ertasi kuni ular Power ko'chaga chiqishiga ruxsatni olishdi-da, keyin ketishdi. Denji bo'lsa yo'l bo'yi ko'zini uzmasdan ketdi. Aki bo'lsa Makimaga hali ham Denjini yomonlerdi. Ya'ni u hali yosh bola, u hali o'chi bo'lishga hali kichkinalik qiladi. Ya'ni miyasi kichkinalik qiladi deb aytdi. Buni eshitgandan keyin ham Makima baribir Denjiga juda ham qiziqayotganini aytdi. Ya'ni seni gaping menga bir tiyin degandek gap aytdi. Va nihoyat Power bilan Denji o'sha iblis yashaydigan joyga yetib kelishdi. Va Power u yoqqa men bormayman deb aytdi. Chunki u yoqqa borsa iblis mushugidan xo'rak qilishi mumkin ekan. Shuning uchun bu yomon dedi. Lekin u bilan birga ketdi. To'xta, u bilan birga ketdi. Ha, do'stlar, sizlar hali ham qiziga ishonib yuribsizlarmi? Qanday yomon. Umuman olganda, Power o'sha iblisga qanaqadir inson olib borgandagina u iblis mushugini berishini aytgan ekan. Shuning uchun u Denjini olib boruvdi. Keyin bo'lsa o'sha iblis Denjini qonini eshitdi. Shundan keyin u sal bo'lsa ham o'ziga keldi. Lekin Denji ham to'liq inson bo'lmagani uchun u iblis bemalol o'ziga kela olmadi. Shuning uchun qanaqadir boshqa insonning qonini ichish kerak edi. Power bo'lsa undan mushugini berishni so'ragan edi, u bo'lsa o'rta barmog'ini ko'rsatdi. Nimaga deysizlarmi? Chunki Denjini qoni unga yoqmagandi. Menga yaxshiroq qon olib kelmagani uchun senga mushugingni bermayman dedi-da, mushugini yutib oldi. Uni o'ziga qo'shib yutib oldi. Keyin o'sha iblis Power ham mazasi yomonligini aytib baqirdi-da, shahar tomonga qarab uchdi. Lekin u o'ylamagandiki, oyog'iga Denji yopishib olgan.
Shundan keyin Denji oxiri zanjirlarni tortdi va jang boshlanib ketdi. Denji oxiri iblisni sochib tashlab, ichechovlarni ochib tashlab, Powerni ichidan chiqarib oldi, mushugi bilan birga. Power bo'lsa qilgan ishidan afsusda va nega meni qutqarding deb Denjidan so'raganda, Denji bo'lsa "Da, shunaqa ham odam bo'ladimi o'zi?" deyishinglar mumkin, lekin bizdan Denji shunaqa. Keyin bo'lsa Power nimayam derdim, mayli degan edi. Buni eshitgandan keyin Denji "Jenussan! Ha!" La'natda! Davom etamiz. Denji hammasi tugagandi deb o'ylagandi, lekin ikkinchi iblis uchib kelib qoldimi bilmayman, kelib qoldi. Denji aralarni tortib yartaga o'qib tashlayman demoqchi edi, lekin qoni kamlik qilib qolibdi, o'zi qoni kamga o'xshaydi. Xullas shundan keyin taslim bo'lmadi Denji va uni yo'q qilib tashlashga harakat qildi. Denji naralari to'liq bo'lmagani uchun bildinglar u yutqizdi. To'g'ri Denji yutqizgandi, lekin Aki kelib qoldi va o'sha iblisga qarab "Ko'n" degandi. Tulki iblis kelib Denjini yevormoqchi bo'lgan iblis o'zini yevordi. Shundan keyin Denji qutqarildi. Shundan keyin Denjini kasalxonaga olib borishdi va qarasanglar bo'ladiki, Denjini qo'li tub-tuzuk va soppa-sog'. Denjini o'zi tanasiga qo'shib tana a'zolari ham iblislarnikiga o'xshab ketgan ekan. Ya'ni qayerdadir kesilib ketsa ham yana qo'yib qo'ysa bo'larkan, qon bilan davolasa bo'ladi ya'ni. Akini boyagi chaqirgan, Kon deb chaqirgan tulki iblisga keladigan bo'lsa, u bilan shartnoma tuzgan ekan. Ya'ni ovchilar iblislar bilan shartnoma tuzsa bo'ladi. Ya'ni shartnoma tuzgani bilan iblis unga yordam beradi, lekin tanasini qaysidir a'zosiga almashadi iblis. Keyin bo'lsa Aki Denjini ogohlantirdi, ya'ni u qochib ketganini yomon deb aytdi. Chunki belgilangan joydan ovchilar chiqib ketgandi. Denji bilan Power shaharda ikkita iblis o'lganini, yana Denji odamlarni himoya qilganini aytadigan bo'lsa, bunga ko'z yumsa bo'larkan. Faqat endi Denji Akining gaplariga to'liq quloq solib qilib yurish kerak edi u aytgan narsalarini. Aki hammasiga Power aybdormi deb so'radi, ya'ni boyagi pushti sochli qiz. Denji bo'lsa Powerni ayblamadi, shunchaki yo'limizdan iblis chiqib qoldi deb aytdi. Ya'ni Power yonini og'itdi. Aki keyin safar hech qayoqqa beso'roq chiqma va unchalik uzoqqa ketma dedi, ketdi. Aki keyin Makimani xonasiga kirib, hamma bo'lmagan narsalarni aytib berdi. Akining aytishi bo'yicha shaharda ikkita iblis o'lgan va hech qanaqa odamga zarar yetmagan, shuning uchun bunga ko'z yumsa bo'larkan. Makima Akining bu gapini eshitgandan keyin "Sen oldin anchagina qattiqqo'lroq eding, hozir yumshoq bo'lib qoldingmi? Bu nima, Denjini ta'sirimi?" deb so'radi. Akini bo'lsa Denjiga qo'ygani bor, shuning uchun unga u ta'sir qilmaydi. Ertaga bo'lsa eshikni buzib kirib, Power kirib keldi. Endi ular uchalasi bitta joyda yashayotgan. Denji bo'lsa asab bilan hojatxona tozalab o'tiribdi, chunki Power axloqsiz va juda ham Denjidan oshib tushgan. Power Denjining yoniga keldi. Keyin bo'lsa Bizga kelishib olgandek, to'g'rimi? Endi ko'kraklarim o'ynashing mumkin. O'yna. afsuski shu joyda animeni 4-qismi tugab qoldi. Nima bo'lishini mayli, keyingi safar ko'rarmiz.
Xo'sh, do'stlar, sizlar bilan birga Mitsushi kanali bo'ldi. Bu meni birinchi sharh videoyim bo'lgani uchun xatolar juda ko'p bo'lishi mumkin. Bu animeni men 3 ta qismga bo'lganman. Bu birinchi qismi, yana 2 ta qism bo'ladi. Shuni tez chiqarishimni xohlasanglar, shu videoga обязательно like bosinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bir motivatsiyam ko'tarilib, 2 kunda 2 talab video